Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim har bir pensioner, nafaqa oluvchi, ishlayotgan fuqaro va hatto yaqinlari pensiya olayotgan oilalar uchun bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 2026 yilda pensiyalar kamayishi, ayrim to'lovlar bloklanishi, qoidabuzarlik aniqlangan holatlarda pensiya jamg'armasi tomonidan to'lovlar vaqtincha to'xtatilishi mumkinligi haqida ketmoqda. Bu mavzu oddiy xabar emas. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingizbobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya to'lov olayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta tasdiqlanmagan holat sababli to'lov kechikishi yoki vaqtincha bloklanishi mumkin. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuntirish beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, pensiya nima sababdan kamayishi mumkin, to'lovlar qaysi holatda bloklanadi va eng muhimi, bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun hozirdan nima qilish kerak. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda eng muhim moliyaviy va ijtimoiy masalalarni sharhlab boraman. Avval bir narsani aniq aytib qo'yay. Pensiya o'z-o'zidan sababsiz kamayib qolmaydi. Lekin ayrim holatlarda pensiya miqdori qayta hisoblanishi, ortiqcha to'langan mablag' ushlab qolinishi, noto'g'ri rasmiylashtirilgan to'lovlar to'xtatilishi yoki tekshiruv yakunlanguncha bloklanishi mumkin. Odamlar orasida 2026 yilda hammaning pensiyasi kamayarkan degan gap yuribdi. Men buni mutaxassis sifatida to'g'ri talqin qilishni istayman. Hammaning pensiyasi kamaymaydi. Lekin qoidabuzarlik, hujjatdagi nomuvofiqlik, yashirilgan daromad, noto'g'ri tayinlangan to'lov yoki vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish kabi holatlar aniqlansa, to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Ilgari ko'p jarayonlar qo'lda tekshirilardi. Masalan, odam qayerdadir ishlayotganini, boshqa manbadan daromad olayotganini, nogironlik guruhi muddati tugaganini yoki pensioner vafot etganini tizimlar darhol ko'rmasligi mumkin edi. Shuning uchun ba'zi to'lovlar oylar davomida davom etib ketgan. Keyin tekshiruv bo'lganda davlat budjetidan yoki jamg'arma mablag'idan ortiqcha to'langan summa aniqlangan. Endi esa vaziyat o'zgarmoqda. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Sog'liq organlari, bandlik tizimi, fuqarolik holati dalolatnomalari, banklar, tibbiy mehnat ekspert komissiyalari, mahalla va ijtimoiy himoya tizimlari o'rtasidagi ma'lumotlar tezroq solishtiriladi. Demak, agar kimdir bir paytning o'zida bir nechta manbadan noqonuniy to'lov olayotgan bo'lsa yoki hujjatlar eskirgan bo'lsa yoki pensiya tayinlash uchun berilgan ma'lumotlar bilan hozirgi holat mos kelmasa, tizim buni aniqlashi mumkin. Oldin ko'p hollarda odamga avval pul to'lanaverardi. Keyin xato aniqlansa, keyingi oylar hisobidan ushlab qolinardi yoki qarzdorlik chiqarilardi. Hozir esa ayrim shubhali holatlarda to'lov avvaldan vaqtincha bloklanishi mumkin. Ya'ni jamg'arma avval tekshirib olaylik, keyin to'laymiz tamoyiliga o'tmoqda. Bu oddiy pensionerlar uchun noqulay tuyulishi mumkin, lekin davlat nazorati nuqtai nazaridan tushunarli. Ortiqcha to'lovning oldini olish, soxta hujjatlarni aniqlash, vafot etgan shaxs nomidan pul yechilishiga yo'l qo'ymaslik. Masalan, pensionerning pasport ma'lumotida o'zgarish bo'lgan, lekin u pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga xabar bermagan. Yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, yangi tibbiy xulosa hali tizimga kiritilmagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin bu haqda ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatlarda tizim to'xtab tur, bu to'lov davom etishi qonuniymi degan signal beradi. Birinchi navbatda hujjatlarda kamchilik bo'lganlar xavotir olishi kerak. Masalan, pasportingiz yangilangan, familiyangiz o'zgargan, yashash manzilingiz o'zgargan, bank kartangiz muddati tugagan, telefon raqamingiz almashtirilgan bo'lsa, bular oddiy mayda narsadek ko'rinadi. Lekin ijtimoiy to'lovlar tizimida har bir ma'lumot muhim. Agar bazadagi ma'lumot bilan sizning amaldagi hujjatingiz mos kelmasa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Nogironlik guruhi muddatsiz berilgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin ko'pchilikda nogironlik ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki qayta ko'rikdan o'tish sharti bilan. Agar qayta ko'rik muddati 2026 yil yanvar oyida tugasa, siz esa fevralgacha hujjat topshirmasangiz, tizim to'lovni davom ettirmasligi mumkin. Keyin siz nega pensiyam tushmadi deb borasiz.
Ular esa sizning tibbiy xulosangiz muddati tugagan deyishadi. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ayniqsa talabalar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bu pensiya ko'pincha farzand ma'lum yoshgacha yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa davom etadi. Agar talaba o'qishdan chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishni tugatsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumot vaqtida yangilanmasa, ortiqcha to'lov hisoblanadi va keyin qaytarish talab qilinadi. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ishlashning o'zi jinoyat emas, albatta. Ko'plab pensionerlar qonuniy ishlaydi va pensiyasini oladi. Lekin ayrim turdagi nafaqalar yoki qo'shimcha to'lovlar daromad, bandlik holati yoki mehnat shartnomasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam o'z daromadini yashirsa yoki ijtimoiy nafaqa olish uchun ishsizman deb ko'rsatib amalda ishlayotgan bo'lsa, bu qoidabuzarlik bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, staji va ish haqi hujjatlari asosida pensiyasi hisoblangan fuqarolarning pensiyasi sababsiz kamaytirilmaydi. Agar har yili indeksatsiya bo'lsa, ya'ni pensiyalar oshirilsa, bu alohida tartibda amalga oshiriladi. Lekin ayrim pensionerlar o'tgan oy 20 million taksus mingga oldim. Bu oy 20 million 37 ming tushdi deb hayron bo'lishi mumkin. Bunday paytda sababini ko'rish kerak, oldin qo'shimcha kompensatsiya bo'lganmi? Ortiqcha to'lov ushlab qolinyaptimi? Bank komissiyasi bormi? Boshqa to'lov muddati tugaganmi yoki qayta hisoblash bo'lganmi? Har bir kamayishning hujjatli sababi bo'lishi kerak. Birinchi misol. Tasavvur qilaylik. Olim qiz yoshli pensioner opa har oy 2 million 1 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati 2026 yil fevralda tugagan. Opa yangi kartani oldi. Lekin pensiya tizimiga yangi karta rekvizitlari ulanmagan. Natijada mart oyida pul tushmadi. Opa pensiyamni bloklashdi deb xavotir qiladi. Aslida bu qoidabuzarlik emas, texnik muammo. Lekin buni hal qilish uchun bankdan yangi karta ma'lumotini olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli onlayn xizmat orqali rekvizitni yangilash kerak. Ikkinchi misol, bir fuqaro nogironlik nafaqasi sifatida har oy 20 million 300 ming so'm oladi. Uning nogironlik guruhi 2025 yil dekabrgacha belgilangan bo'lgan. U qayta ko'rikdan o'tishni unutgan. 2026 yil yanvar oyida tizimda yangi tibbiy xulosa yo'q. Natijada to'lov avtomatik davom etmaydi. Bu odam keyin tibbiy komissiyadan o'tadi. Guruhi tasdiqlanadi. Agar qonunda nazarda tutilgan tartibda muddat uzluksiz davom etsa, to'lov qayta tiklanishi yoki ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham hisoblanishi mumkin. Lekin agar odam muddatni o'tkazib yuborsa, kechikish o'ziga zarar. 3-misol. Bir talaba otasidan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Har oy 900 ming so'm. U 2026 yil iyun oyida o'qishni tugatdi. Lekin pensiya hali avgustgacha tushdi. Keyin bazalar solishtirilganda iyul va avgust oylarida to'lov asossiz bo'lgani aniqlanadi. Jami 1 million 800 ming so'm ortiqcha to'lov. Endi bu summa qaytarilishi talab qilinadi yoki boshqa to'lovlardan ushlab qolinadi. Talaba esa men ataylab olmadim, o'zi tushdi deydi. Lekin qo'lda ortiqcha to'lovni qaytarish majburiyati bo'lishi mumkin. 4-misol. Bir kishi ijtimoiy yordam olish uchun oilasining daromadini past ko'rsatgan. Amalda esa u norasmiy ishlagan, keyin soliq tizimida uning daromadi ko'ringan yoki plastik kartasiga doimiy katta pul tushumlari bo'lgan. Tekshiruvda oilaning real daromadi belgilangan mezondan yuqori ekani aniqlansa, ijtimoiy to'lov to'xtatiladi. Oldin olingan pul ham tekshirilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato baribir bilishmaydi deb o'ylash. Hozir ma'lumotlar ko'proq raqamlashtirilgani uchun bilish ehtimoli juda yuqori. Men buni oddiy ro'yxat qilib tushuntiraman. Pensiya yoki nafaqa miqdori quyidagi sabablarga ko'ra kamaygandek ko'rinishi mumkin. Birinchisi, ortiqcha to'langan mablag' ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, avval noto'g'ri hisob-kitob sabab sizga har oy 200 ming so'mdan ortiq to'langan. 6 oyda bu 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Keyin jamg'arma buni aniqlab, har oy pensiyangizdan ma'lum qismini ushlab qolishi mumkin. Shunda siz oladigan summa vaqtincha kamayadi. Ikkinchisi, qo'shimcha to'lov muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ba'zi qo'shimchalar doimiy emas. Masalan, parvarish puli, kompensatsiya, ayrim imtiyozli to'lovlar yoki hududiy qo'shimchalar shartga bog'liq bo'lishi mumkin. Shart tugasa, qo'shimcha ham tugaydi.
Uchinchisi, pensiya qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar avval hujjatda xato bo'lgan, ish staji noto'g'ri kiritilgan, ish haqi ma'lumoti nomuvofiq bo'lgan bo'lsa, qayta hisob-kitob natijasida miqdor o'zgarishi mumkin. Bunda siz albatta hisob-kitob asosini so'rashga haqlisiz. To'rtinchisi, qarzdorlik yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Masalan, aliment qarzi, sud qarori, kredit bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyadan ushlab qolish amalga oshiriladi. Lekin bu ham qonunda belgilangan chegaralar doirasida bo'lishi kerak. Butun pensiyani olib qo'yish mumkin emas. Odam yashashi uchun minimal miqdor saqlanishi kerak. To'lov bloklanishi deganda ko'pchilik pulni butunlay olib qo'yishdi deb tushunadi. Aslida bloklash ko'pincha vaqtincha choradir. Ya'ni to'lov to'xtatib turiladi. Sabab aniqlanadi, hujjatlar tekshiriladi. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, to'lov tiklanadi. Agar qoidabuzarlik tasdiqlansa, to'lov bekor qilinishi yoki ortiqcha mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Eng xavfli holat vafot etgan shaxs nomiga pensiya yetishdir. Masalan, pensioner vafot etgan, lekin yaqinlar bank kartasidan pul yetishda davom etgan. Ba'zilar bu pul baribir oilaniki deb o'ylaydi. Yo'q, bu juda jiddiy qoidabuzarlik. Pensiya shaxsga tayinlanadi. Shaxs vafot etgach, to'lov huquqi tugaydi. Daf puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Lekin vafot etgan odam nomidan pensiya olish mumkin emas. Yana bir holat, soxta hujjat. Masalan, ish stajini ko'paytirish uchun qalbaki ma'lumotnoma. Arxivdan bo'lmagan hujjat, noto'g'ri ish haqi ma'lumoti taqdim etilgan bo'lsa, bu aniqlanganda pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Agar ataylab qilingan bo'lsa, huquqiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Yana bir nozik masala, bir vaqtning o'zida ikki turdagi to'lovni noqonuniy olish. Ba'zi fuqarolar qaysi to'lov bir-biriga mos kelishini bilmaydi. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar boshqa daromad yoki boshqa pensiya bilan birga to'lanmasligi mumkin. Shu sababli biror yangi to'lovga ariza berayotganingizda, men hozir yana mana bunday pensiya yoki nafaqa olayapman deb to'liq aytish kerak. Yashirsangiz, keyin tizim baribir ko'radi. Birinchi nozik jihat, har bir kechikish blok degani emas. Ba'zan bank tizimida texnik uzilish bo'ladi. Bayram kunlari, dam olish kunlari, moliyalashtirish grafiki yoki karta rekviziti sabab pul kechikishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahima qilib, pensiyamni kesishdi deyish to'g'ri emas. Avval bank ilovasini tekshiring, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, pensiya kamaygan bo'lsa, albatta yozma tushuntirish so'rash kerak. Og'zaki shunaqa bo'pti degan javob bilan kifoyalanmang. Siz fuqaro sifatida pensiyangiz qanday hisoblangani, nima sababdan ushlab qolingani, qaysi qaror asosida kamaygani haqida ma'lumot olishga haqlisiz. Agar xodim og'zaki tushuntirsa ham, siz ariza yozib, rasmiy javob so'rang. Uchinchi nozik jihat, hujjatlarni vaqtida yangilash mas'uliyati ko'pincha fuqaroning o'zida bo'ladi. Menga hech kim aytmadi degan gap har doim ham yordam bermaydi. Masalan, pasport muddati, nogironlik qayta ko'rigi, o'qish ma'lumotnomasi, bank kartasi muddati, yashash manzili o'zgarishi sizning nazoratingizda bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, pul tushmagan bo'lsa, kartadan kredit yechimi, overdraft, bank qarzi yoki avtomatik to'lovlarni ham tekshiring. Ba'zan pensiya tushadi. Lekin shu zahoti bankdagi qarzdorlik yoki avtomatik to'lovga yechilib ketadi. Fuqaro esa pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Bankdan hisobvaraq aylanmasini chiqarib oling. 5-nozik jihat, boshqa birovga ishonchnoma berish. Agar siz pensiyangizni olish uchun farzandingizga, qarindoshingizga ishonchnoma bergan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va pulni haqiqatan sizga yetkazib berilishini nazorat qiling. Afsuski, amaliyotda keksa odamning pulini yaqinlari olib, o'ziga to'liq bermaydigan holatlar ham bo'ladi. Bunday vaziyatda bankdan chiqarma oling, kerak bo'lsa, ishonchnomani bekor qiling. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati amaldami, familiya, ism, otasining ismi to'g'rimi? Tug'ilgan sana xato kiritilmaganmi? Yashash manzilingiz mosmi? Agar yaqinda hujjat almashgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi tizimida ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki yangilangan bo'lsa, yangi rekvizitlarni tegishli tashkilotga yetkazish kerak. Shunchaki yangi karta olishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi qadam, pensiya turi bo'yicha shartlaringizni biling. Yoshga doir pensiya olayapsizmi? Nogironlik pensiyasimi?
O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqa. Masalan, nogironlikda tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlikda o'qish holati. Ijtimoiy nafaqada oilaviy daromad muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank karta ma'lumotlari, pensiya daftarchasi yoki tegishli hujjatlar, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ish staji hujjatlari bo'lsa, ularni olib boring. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori qaysi asosda o'zgargani, qanday ushlab qolish amalga oshirilgani va hisob-kitob jadvalini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. 5-qadam, ortiqcha to'lov bo'yicha darhol kelishib oling. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, uni yashirishga urinmang. Qaysi oylar uchun qancha miqdorda, nima sababdan ortiqcha to'langanini so'rang. Keyin uni bir yo'la qaytarish shartmi yoki bo'lib ushlab qolish mumkinmi? Shuni aniqlang. Juda ko'p pensionerlar shu joyda xato qiladi. Murojaat qilmaydi, qarzdorlik kattalashadi, keyin muammo og'irlashadi. 6-qadam, barcha ariza va javoblarni saqlang. Og'zaki gapni isbotlash qiyin. Sizda ariza nusxasi, qabul qilingan sana, mas'ul xodim belgisi, elektron murojaat raqami bo'lishi kerak. Agar keyin nizo chiqsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. 7-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar. Qo'shnining gapi, bir tanishim aytdi degan xabarlarga ishonib qolmang. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla mas'ullari va rasmiy bank ma'lumotlari orqali tekshirish. Agar sizning to'lovingiz bloklangan bo'lsa, birinchi navbatda sababini biling. Bloklangan degan so'zning o'zi yetarli emas. Sabab kodini, asosini, qaysi tashkilot so'rovi bilan to'xtatilganini aniqlang. Bu bank blokimi, pensiya tizimi blokimi, ijro organi cheklovimi, hujjat nomuvofiqligimi yoki tibbiy xulosa muddati tugaganimi? Keyin hujjatlarni to'plang. Agar muammo pasportda bo'lsa, yangi ID karta nusxasi. Agar bankda bo'lsa, bankdan hisob raqam ma'lumotnomasi. Agar nogironlik bo'lsa, amaldagi tibbiy xulosa. Agar talabalik bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma. Agar vafot etgan shaxs bo'yicha masala bo'lsa, fadya va ma'lumoti, meros yoki dafn puli bo'yicha alohida tartibni aniqlash kerak. So'ng ariza yozing. Arizada hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Men falon turdagi pensiya olaman. Falon oydan to'lov kelmadi. Sababini tushuntirish, to'lovni tiklash yoki zarur hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman. Agar siz haq bo'lsangiz, ortiqcha bahslashish emas, hujjat bilan isbotlash eng kuchli yo'l. Hurmatli yurtdoshlar, 2026 yilda pensiya va nafaqa tizimida nazorat kuchayishi oddiy fuqaroni qo'rqitish uchun emas, noqonuniy to'lovlar, soxta hujjatlar, ortiqcha to'lovlar va vafot etgan shaxs nomidan pul olish kabi holatlarning oldini olish uchun qilinmoqda. Qonuniy pensiya olayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan odam vahimaga tushmasin. Lekin hujjatida kamchilik bor, nogironlik muddati tugayotgan, talabalik ma'lumotnomasi yangilanmagan, karta muddati o'tgan yoki qo'shimcha to'lov sharti o'zgargan fuqarolar hozirdan harakat qilsin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni, bank kartangizni, pensiya turiga tegishli shartlarni tekshiring. Agar pensiya kamaygan bo'lsa yoki to'lov bloklangan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanmay, rasmiy yozma javob oling. Sizda ham pensiya kechikishi, kamayishi yoki bloklanishi bilan bog'liq holat bo'lganmi? Izohlarda yozing. Qaysi viloyat yoki tumanda qanday sabab ko'rsatishdi? Birga tahlil qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham, vaqtini ham asraydi.